sözlükte yukarı boğan filmlerini görmekçi ve düşürmekçi bolsanız, Şunqar sözlük film salonumuzga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Şunqar deyin. Kader! Kader! Kopa! Oyagatmasa kun chiqish yatamsa. Kopa. Dada. Kopding balam. Hey Nadir! Ne bo'ldi? Nadir! Hey Nadir! To'xtab tur. Men oldinga kirib chiqay. To'xta. Oldinga kirib chiqay. Hey baldirim. Oyagatmagan bo'lsam o'rningdan chiqib yutamtinglar. Aka, ko'nglimni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Hey, oya turmamdi. Yaxshi, rahmat. Nadir, navbatsan kelib chiq. Mana. Sal tuzkan bo'lib qopti. Nadir, ustalning ustini yig'ishtirayotgan. Tomoq yeymiz. Mana hozir. Mana keldi. Hey, ana otam sen. Ustalni yig'ishtirayotgan otaman tomoq yeymiz. Aka, tomoqni supining ustida deysakmi bo'ladi-ku? Supining ustida o'tirishga mening putim chidamaydi. Shimo to'lida seni, bo'pti. Deganing bo'yicha bo'lsin. Dada, tomoq yeviling. Ma'qul, hozir boray. Voy. Vah, kebab. Dada, qani o'ltir. Nimandaq tuzli qo'rivetding? Nima, tuzliqmikan? Bu qandoq bu mumkin bo'lsin? Ishonmasang o'zing tetib baq. O'rindiqda o'tirishni uqmagan ekan. Supuq chiqib o'ltarsang bo'lmamdi. Hey! Falokatligingdan o'ydik o'rindiqlarning hammani buzib etding. Bo'ldi. Doim ma'lumni vaqirayotgansiz. Men sizlarni deb shunday qilyapman-ku. Men uchun tantarbiya komitetida tayyor tomoq bor. O'zinglar xalqinglarni aytib beringlar. Qandayroq bolam? Yana ag'riyotam-da. Hech qisi yo'q, dada. Dada, yordamni shiytanga chaqni almashtirib olay. Dada, mana bu yakinalar çoğunlukla hoşuna gitti. Hoşuna gitti? Bichara balam. Yurakingizning yana qo'zg'alibdi-da. Nima qarab turibsizlar, chaqan ko'tarmamsizlar? Tiz bo'linglar. Ne gapirsizlar? Supida yotqizmamdiq. Nemishqa yotqizsizlar? Doktorxonaga apamamsizlar? Ma'qul. Ne gapirsizlar? Motosikletga o'tirgizamdiq. Motosikletdan yili bo'lmasa, meni qanday o'ltirdi? Kapsan bor. Tez mashina chaqirib kel. Mana. Tez bo'ling. Meni nima ishga ko'tarib oldinglar? Oy dada, Sadir keldi. Qara, chaqan bo'l, supida yotqiz. Kel. Asta. Sadir aka mushuk ketdi-da. Bichara bolam.
Xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi? Sizlarning bu nim qilganinglar. Men bir mushaqqatda bir ko'pli tishert tayyorlagandim, lekin sizlar yo'q qilyaptinglar. Ekrem ko'rib baqay. Bu yakinalar. Demek o. Qaranglar. Nima yezibdi? Boytaqlar ailesi. Yadımız her yak, tünde yadımız oyrak. Heccet mudrik mi do bir hoyni tüt boyta. Heccet mudrik mi do bir öy, bir öy, bir öy, bir öy, bir öy, bir öy, bir hoyni tüt boyta. Biz arayna amra. Kökkallıydı bir arman, esyabi hutun tatlak. Kökkallıydı bir arman. Oy esyabi hutun tatlak. Todaxun usta. Yaxshi turdilmi xo'shnam? Tinchlikmi? Hol so'rag'ingizga rahmat. Qadir. Avval ventilarni chingitib ber. Ustam, Dimot ustam ne ketdi? Ana oyada. Ustam, Keldingizmi? ustam, velosipedni texchi remont qilmabdi-ku. Qanqa, sal to'xtab turing, hozirla o'ngshaymiz. Ventlarni chingitmabsan-ku. Chapsan bo'l, kulishni kel. Qanqiz, torimiz yaxshi tutmaydi ekan-a? Shundoq. Qadir, tiz bo'l. Ana. Men sana kulishni dedim, huddet. Ustam, tezroq yasab bergan bo'lsangiz. Aldirma. Pek aldirashishim batdi. Mana hazır tugaydi. Todaxun ustam. Todaxun ustam, suv turbam buzilib qolgandi. Suv eqib faqat to'xtamayotdi. Men hazır baray. Men. Oy ustam, men velosipedni akab qo'ygan xeyli kun bo'ldi. Oldida menikini o'xshab paslar. Kechiring ham qiz. Bu yoq bir tulla ayol, hech qanday uylanchik yo'q. Men beribdi kelaman. To'xtab turing. Jira. Tul xudun, mening uylanchigim bo'ldigan bo'lsa, siz qayerga kelib yolvoratdimmi? Sizning eringiz yo'q ekanda. To'y qilmamsiz, yaxshi bo'ldi. Men to'y qilmagan. O'tab bering neri, qovurganni egmay. Qodir, qiz nim deydi? O qiz meni tozimo qomat kishi yigitkansiz deydi. Seleni depkala deganda qildimi nima? O meni kuchlik buqqiga o'xshayotgansiz deydi. Men tehi tillayotgan o'xshaydi deb yo'q, to'kkaman. unda ish yo'q. Oy, Qodir, dadalari
Kuluşunu bəsun degəndi. Vay! Aliyama, bugün akşam qandaq olmasın, berişiniz gerek. Kadir akam onun çiliş müsabıqasını görüşünüzde, bek kapılgan idi. Meni darvoz aldın saqlang, ha? Ma'qul. Hey, siz qaysi kuni Sadir akamga tanishtirmoqchi bo'lgan eri qiz bilan ko'rishdingizmi? Xotirjam bo'ling, uning bilan ko'rishdim. Bugun Sadir akam bilan mush to'g'riliq so'zlashiman. Ma'qul, xo'shamsa. Bo'pti, endi shunday bo'lsin, xo'shamsa. Voy, nima olatdingiz? Bosh yog'lig'idan birini olay dedim. Nechi pul? 10 koy. Ko'k rangdan birini beraman. Ma'qul, men o'zingiz tanlayvering. Siz nima maqsadingiz? Do'konimizdan mal to'liq xalqingiz kirib tanlayvering, ha? Qani, kiring. Mushuni olay. Ma'qul. Xo'shamsa. Nima olasiz? Pakistanning Yipak raxtidan 3 metr alay. Mana bu Pakistandan ipak raxti, eli o'la. Manga yana Marvoyatdan 3 tiziq bering, yaxshisidan bo'lsin. Ma'qul. Qani, o'zingiz tanlayvering. Do'koningizdagi mollaringiz esilgan. O'zingizmi kelishgan yigitgansiz. Pulni topshirib eting xeyli. Nimaga aldiraysiz? Sodigar degan mard keladi-ku, sizni Mahira bo'ladi. Ishdan keyin sizni ziyorat qilg'ili kelaman. To'xtab turing Mahira. To'xtab turing. Gapimni angla. To'xta. Men sizga malni xato berib qo'yibdiman. Qappa xo'sh. Qalva. Sizdek bir xina uchrab qolganligimdan o'zimni pek musharrat his qilaman. O işte. Xo'sh. Kebaptın 30'lu. Mayen 30'lu. Yaxshi oldu. Sizlar o satanın chiroyiga diqqat qildinglarmi? Chiroyi tartib ketdi. Hey, tavuk, bu yoqqa chiqinglar. Hikman geldi. Kiringlar. Mana. Hikman keliver hadi. Kiritler. Men boshqa buyurdim. Mayaqqa. Nima? Yaxshi oldu. Ma'qul, kelishdi qamisa. Qashqar tarafdan xabar kelgan amal menga xabar qilib o'taman. Ma'qul qilsa. Hey! Tavuk, bu yer nima qilyapsiz? Senmi tan? Men bugun alaydan seni yo'qlab keldim, ha? Qandiqroq. Hey, ma Erdo'cho tavasida borgo, birasichini bozaq qilsa, mana menga-da, ha? Qanda, unda animalning peli kesib yutma. Uqdingmi? Ha? O'jo. Ha. Men ketdim, ha? 5 kunchisi menga-da, ha? Xo'sh. Bugun meni tozimi? Nas bastida.
Sadir aka, deganlarimni unutib qolmang, a? Esingizda bo'lsin, u qizning ismi Xalida. Mana bu u qizning surati. Anladingizmi? U bugun kech soat 7 da Islom diniy instituti binosi oldida saqlamoqchi bo'lgan. Unutib qolmang, a? Men ketdim emsa. Xo'sh. Ey. Tuduka. Oy. Bu sılımıtla Mahmut Çaşkan ha? Yaşını sile Tuduka. Qani ha, öy kireyli, öy kireyli. Müşahede otasaqmı oxşaş. Yukarı çıksla, çıksla. Çıksla. Mahmut Çaşkan, obdan tutuldu mu? Sizler degan bizning aziz mehmonimiz. Bir iş bilen kelgen edim. Yoldan ötgeç kirip ötey dedim. Obdan boptu. Oylar aramlarda çoğun özgürüşü kütüptü o. Tas tonyanmay kalarken ben. Anca emas, maqtıqçılık yok. Hey, hava bek isip ketdi. Azırak tavuz eyle. Tuduka bu. Asla. Yakından beri nemişler bilen şoğullanatılar. Pensiyaga chiqqandan beri uyda tikkuchilik qilyapman. Men bu 30 necha yil mashina haydabman. Oxiri pensiyaga chiqib oldim. Ishlab ko'nib qolibdi ekanman. Cho'ng rasidan bir remontxona ichib oldim. Bekor yurgicha bekor ishlar degan gap bor emasmi? Hay, bu ishlarni. Qani asla. Ay, burada chochlarining tushib ketganiga qaraganda oilada bir ko'ngilsizlik yuz berdi. Bu qandaq? Yana shu bolalarning g'imi olmamdi. O'zlariga ma'lum. Balalarning onasining qazo qilib ketganiga mana 14 yil bo'lib qoldi. Balalarni o'zim yolg'iz cho'ng qildim. Bu osonga to'xtamadi sizlar. Balalarmi bir-birlab ishga o'rinlashdi. Balog'atga yetib qoldi. Ularning to'y ishi uchun oz pul xarjlamayman sizlar. O'zimni qo'shganda bu oilada 4 bo'ytoq bor. Haqlar bizni bo'ytoqlar oilasi deb oladi. Man qaraslar, hozir birer loyiq topmoq bek ters bo'lib ketdi. 3 o'g'limning birasimi hozirgacha to'y qilolmayotdi emasmi? Hey, anlashimcha, haliq bodek o'g'illari Chelishtaxili nom obdudak, bu rostmi, ha? Hey, birodar, o Chelishtalar nom chiqarganning nimaga foydasi? O o'ziga birer loyiqmi topolmayotgan tursa. Cho'ng o'g'lim bu yil oliy maktabni bitirdi. Biroq u bekli yuvash. Ertadan kechgacha kitob ko'rishni biladi. Qizlar bilan berish kelishni qat'iy bilmaydi. 3-chi o'g'lim bo'lsa, akalarim o'yinib bo'lgandan keyin ondan bir gap bo'lar deb yuriydi. Menda nima amal bor deylar? O'y deganda birer ayol kishi bo'lmasa. Hozirgi yoshlarimiz biz qiyirlarga o'xshamaydi. G'am qilmaslar Tuduka. Ular o'ziga loyiq tepishganda ishq oldilariga o'zlari izlab kelishidi. Yaxshi, sizlar oldi bilan o'zlarini o'ylarsizlar. Ay, meni o'ylama demoqchimisizlar? To'g'ri, uyda bir xotin kishi bo'lsa, bolalarni ochtamoqidimi g'am qilmaydilar. Uning ustiga o'zlari yashinib qoldilar. O'zlariga bir jo'ri akvag'alar tuzuqu deyman. Hay, to'g'risizlar. Bolalarim taqa o'ylanmay turib, qiyirjanimda men o'ylanib olsam, qo'lim qo'shnilar meni nima deb qoladi? Hay, bu bo'lmasmiki? Men chiqib qarab boqay, ha. Uy. Tamoqlar tayyor bo'ldi. Kirib yavaslar. Hey, tas qoldi, siz otgan tosh mehmonning beshiga tekkili. Bayatın balla kapsizlik qilib tashatqa o'xshaydi. Qani, tavuz asla. Qani, asla. Qani, asla. Men endi qaytay, bu muzoyilik bola otgan tosh. Mening beshimni yerib etmisin yana, ha? Xo'sh emasa. Hey Nadir! Ya Nadir! Ya Nadir to'xta! Ya to'xtana! Ne bo'ldi? Tushafka. Hey, ne ko'rsa? Uyga. Ha, yaxshi bo'ldi. Men uyga qaytatdim.
Sen tushib ket. Akamni birdan sayli qilyapti. Sen aroq chopsan, motosiklet desang bo'lmaydi. Men seni uyingga olib qo'yay, bo'ladi. Hey, motosiklet deganda bizmi setib olmaymiz, Juma. Faqat bir oylik kasamni bo'ldi. Mening karomatimni bir ko'rib Yo'q, bo'lmaydi. Vaqt tutib qo'ysa. Qandaq? Men ishonmayapman-sa. Akang qarg'ay bo'ladi ekan. Men Erdo'cho degan yadi vaqo. Seni hech kim bo'zaq qilmaydi, ha? Men haydiganimni bir ko'rib baqa. Faqat bu. Kel. Cho'lta. Ketto. Ostra qayda? Ostra. Qo'y. Asta. Ostra qayda? Ostra qayda? Diqqat qil. Oldimda odam bor ekan. Ostra qayda? Ostra qayda? Odam bormi? Motosikletni to'xta. Odam bormi? Odam bormi? Yanga birini bo'lmagansiz, ha? Rahmat bolam, rahmat sana. Lükçek, numus qilmaydigan. Bizga chaqchaq qilyapsan, bizning opangdek adam, lükçek. Numussuz lükçek. Acha, bu ishni men qilmadim. Sen qilmading? Acha, motosikletni men haydamadim. Men haydamagan. O haydagandi. To'xtalayman. To'xtala, qechib ket, to'xtala. Tez bo'linglar. Bana endi xo'p bo'ldimi? Kelimni qo'lga kiradi. Tez qochaylik, tez. Qara, nima qilaman? Tez bo'l. To'xta! Chiqibini bu. Nima qilyapsan? Qanday gap bu? Men seni adilonda men qabasam. Voy. Bu lükçekler. Duruş. Voy. Meni tuqumdirim. Davot, bugun sen nim bo'lding, ha? Nim bo'pti men, ha? Sarani o'zli bo'psan ku. Qanday motosikletda haydash mahoratim yo'qmi ekan, ha? Sen degan ufka, men degan aka. Güzel şehir, güzel kelajak, güzel. Siz Sadir bulamsiz? shundoq. Men Sadir bo'laman. Men Yaxshi. Undaqda men bilaman. Eng yangi, eng nadir, sözlükdagi yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sözlük film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar deyin. men demoqchi bo'lganim men Sadir. Do'stim, chaqchaq qilmayotgansan. Sadir degan men bo'laman. Yo'q, men Yürü. Tazın qiziq odamga. Shu emasmi? O'tiring. Qani choy iching. Bo'ladi. Tursun bir yerga chiqib ketdimi? Qaysi Tursun?
Yoluşunuz Tursuncu. Nima dedingiz? Men Tursunning savodishi bo'laman. Ismim Sodir. Qarimaydan yig'inga kelgan. Atigan uning telefon qilgandim. U agar men yo'q bo'lib qolsam, ayolim ishga oldin seni kutib oldi degandi. Ma'qul. Shundoq bo'lsin. Konkurs ishlarni men bag'anda o'rlashtirayli. Kiring. Mudir. Qodir. Keling, o'tiring. Ma'qulamsa shundoq bo'lsin. Xo'sh. O'tiring. Bugungi musobaqaga tayyorligingiz qanday? Chatoq yo'q. Bugun men sizni bir ish bilan chaqirtgandim. O'g'illikka Ko'rl oblasti bo'yicha chelish musobaqasi o'tkazilmoqchi. Sohibxon tarafning taklifi bo'yicha har qaysi mashq atratidan birdan tanarkacha avatilmoqchi. Chelish atratidan sizni berishni qaror qildik. Ahatli yo'lga chiqing. Qanday? Chatoq yo'q. Aliya, bu yoqqa chiqing. Tez bo'ling. Nadir, men chiqibli kerak. Chiqib kiram. Oy. Men qarang Aliya, chatoq bo'ldi. Yo'ldosh Qodir, bu qitim siz chempion bo'ldingiz. Ta'sirotingizni so'zlab berasiz. Ta'sirot. Kechiringlar, menda so'zgidek eshitimi yo'q. Yo'ldosh Qodir, tomoshabinlar sizning bundan keyingi orzuyingiz to'g'risida bir ikki og'iz gap qilib berishingizni umid qilyotdi. Mening umidim va qiziqadiganim xotin edish. O'zimga sodiq bir jo'ri tepish. Agar siz mening o'sha orzuyimni amalga oshishiga yordam qila olgan bo'lsangiz, sizdan bakmo minnatdor bo'lgan bo'lardim. Rost gapni qilsam, biz ishni buzib qo'ydik. Sodir akam qarab turib, o'sal ahvolga tushib qoldi. Xolidam Sodirning o'zini afv qilishini umid qilyotdi. Ahvoldan qaraganda Sodir akam menga Xolidamni hargiz izlamaydi. O'tinib qolay uningga yana birini tanishtirib qo'ygan bo'lsa yaxshi bo'pti-ki. Qandaq? Yana birini tanishtiramdim. Undaq yaxshi qizni endi hargiz topolmaysizlar. Aliya, o'zingizga ma'lum, navoda Sodir akamni o'lib etmasak, biz umr bo'yi xotinsiz yuraveramiz. Mening boshqalar xotin tunishtirganga vaqtim yo'q. Shunday qilgan bo'lsangiz, bizning oyna atvorliq mehmoni bo'lgan bo'lardingiz. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Xo'sh. Qodir, bag'rash gulga berib baqqanmi? Yo'q, bo'lmagan. Yuringlar, yuqori chiqib o'tiraylik. Bugun havo nega yaxshi, ha? Yigitlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Jiringlar. Yuringlar, yuqori chiqib o'tiraylik. Hey, yigitlar. Bugungi bo'sh vaqtimizdan foydalanib, Bag'rash ko'lini bir sayli qilib kelsak, qandoq deysizlar? Yaxshi bo'ldi. Mening bir taklifim bordi. Qandoq taklif? Menga bir motosikletim birini berib turgan bo'lsangiz, o'zim yolg'iz oilim kelgan bo'lsa. Chatoq yo'q. Ko'rdida motosiklet tepish degan oson gap, ha? Men birini tepib beray, ha?
Bana yeri, bana yeri. Vay can, vay. Adam bamu, adam bamu. Yo'las, Adam bamu. yo'las bu yoqqa kel. Endi o'g'irlar qilgan jaslik qilolmaydi. Ödünüp qılay xon qiz. İştinizde tutuğan bolsunuz. Sizni kim o'g'irlik qilsin debdi? Oy, ben iştim uğurlumudu. O'g'irlamadim deysiz-ku. Ayetki nima u? Bayıda onun pulunu koyup koydum ko. Xilmat o'g'irlik qilasiz. Meni to'la haqorat qilmasınız, ha? Oy, qo'l qil yo'las, qo'l qil. Kapımay. Kimimni ilevetken bolsunuz xon qiz. Kimimni ilevetken bolsunuz. O'zingiz berib eling. U iştiniz. İştiniz. Eling. Bo'pti, sizni kechiraytay. Ismingiz nima? Nerdan keldingiz? Bu yerda nima ish qilib yuryapsiz? Qaramoqmi? Faqat o'g'irga o'xshamaydi ekansiz. Şunda kızcak, doğru dediniz. Özünüz, isminiz kim buludu? Fatima, Fatime, siz bilan tanışıp qolganligimdan intayin xo'shalman. İştingizni qo'lib etgan bo'lsangiz. bo'lmaydi. Men yot odamlar bilan so'zlashayotganda u mendan bir qadammi ayrilmaydi. Agar boshqalar menga xavf yetkazmasa, u mu boshqalarga xavf yetkazmaydi. Siz qo'rqmang. Özümle tanıştırıp ötey. Mening ismim Qadir. Çelişten hareketçisi. Belki bu isimni siz mi anlagan bo'lishingiz mumkin. Faqat anglab baxmabdiman. Qaraganda siz giz jurnal deganlarni o'qimayotgansizda. Albatta o'qiyman. Mening ish izlarim doim degidek giz jurnallarda e'lon qilinib turdi. Har kuni degidek besilib turdi. Ko'mab tikanman. Men gezi jurnallardan faqat o'zimga yarg'anli maqolalarni talab o'qiyman. Mondaqda siz o'rimchik berib baqqanmi? Yo'q.
Siz hakikaten kelishgan qiz kelsiz. Acaba siz Urumchiga berishni xohlamamsiz? O yer bakmi güzel bir shahar. Qandaq baraman? Rostli berish niyatingiz bo'lsa, mana men og'ish ketay. Gapini chiroyliqligini Urumchiga beroylibla meni tonimas bo'lib olasiz? Yo'q, hargiz unda qilmayman. Men sizni jahondagi eng go'zal joylarga olib o'yintib kelaman. Ismingiz nima edi? Fatima. Rost aytaman Fatima. Siz agar Urumchiga borsangizlar shu chog'da men Qodirning jamiyatga nom obro'yimni tushungan bo'lardingiz. Mengacha nom ataqning keragi yo'q. Sizga nima kerak? Gap qilsangiz-chi. Mengacha qavul summatliq er kerak. Mana ko'rdingizmi? Mau qavul bilaklarni. Biz qizlarningcha sizlar erlan sinaydigan amalimiz bor. Masalan, meni ishtiqtol etish shundaqmi? Ha? So'zalamsiz, beliq tutalamsiz. O degan qanchalik ishdi. So'zlish beliq tutish deganni kim bilmaydi? Odat kishilar u. Undaq bo'lsa yaxshi. Qiyiq ustidagi odamni ko'rdingizmi? Qiyiqni haydab berib, tornishini qaptirib bering. Meni da'vatamsiz. Odat kishida otatdingizmi? To'g'ri, odat kishilar. Menga bering. Eringlar. Adam baba! Dada! Dada beni suya düşkənsin! Dada! Kaldır beni! Suya İklas bana! Kader! Kader! Sen de şüphera! Benim kolumda tutun! Ulan aka, kız bu. Yürü. Tata. Sen kosurunu bas. Ben putumu götüreyim. Sonu yandırıyorsun. Yanmadım. Kosurunu ben basay. Sonu yandırıyorsun. O nereden keptiken? Urumchidan sayatga ketdikan. Ha? O qanday qilib sochib ketdi? U menga qiyiq haydash degan odatga ish o'rgatdi. Kerak yo'q, yaxshi qoladi. Dada, o eshik keldi. Dada, biz mush yerda shuncha yillardan beri beliq tutib yuribdimiz, lekin azaldan bundaq cho'ngliqni tutib boqmabdimiz. Ben qaytay. Bugun kechdi bizning yig'ilishimiz bordi. Men qaytay. Xo'shamsa. Qodir! Xo'sh. Qodir! Xo'sh. Qodir, to'xtab turing! Qodir! Qodir! Xayr xo'sh.
Kadir! Kulunuz! Yaxshimisiz? Yaxshimisiz Aliye? Bu yerga qapsapsizg'u. Men sizga xush xabar keldim. Men yana bir yangi nishonni bayqadim. Bo'ldi qiling Aliye. Qizlar ko'rsamlar, yuragim og'zimga tiqilib qilib, qizlarga gaplamay qoldi ekanman. Bugun siz bilan yuz ko'rishgan qizning ismi Turnisagul. Ishdan tushgandan keyin men u qizni boshlab kelaman. Bundaqda qanaq bo'la? Xijil bo'ldi nimasi bor? Oldida ko'rishib boshqamamsizlar. Alsam o'tganda Rayhon bilan yuz ko'rishganda ara 2 soatda birga bo'libsiz. U sizga 3 turlik savol qo'ysa bir og'iz gap bilan javob beribsiz. O'g'il deganda undaqmi tatinchoq bo'lamdi? Bilaman. Qizlar bilan muhabbatlashganda o'g'illar tashabbuskor bo'lish kerak. Biroq men qizlarni ko'rsamlar, buni kiyversangiz bir umr xotin olamaysiz juma. O'g'il bal degan bag'u qizlarni ko'rsa tashabbuskor qilib bo'ladigan. Unda qizlarni ko'rsangizda beshingizni ishchingizga tiqib olsangiz, qizlar sizni qandaqmi yarassin? men Rahmet. Apa, bunga qarang, buraq bo'ladi ekan-a? Senga yararli bo'ldi. Menga yaradi. Aliye. Bugün dem aldınız mı ha? Yo'q, opamni doktorga olib bordim. Apanız qani? Ikkimizni hijil bo'lib qolmasin deb qolgandi. Shundaqmi? Yo'q, yo'q. Qani, buni yema. Ilim. Hey, Mo'shilikcha shu. sen bu ayolni tanımsa? Yo'q. Bu ishni men qilmagan. Ben bilmem. Bu ne? Aliye. Opa, qandoq gap? Opa, bu heliqni motosiklet minib bizni qo'lganlikcha shu kuni men uyga qaytib to'g'ri 4 kun o'rib bitib qoldim. U ko'p kunnizni tap tatmasdan oldimni to'sdi texi. Opa, nimalar deydigansiz? Ha, nima deysan? Siz har yili ilg'or o'qituvchi bo'lamsiz? shundaq. Nimani yaxshi ko'rsiz? Men kitobni yaxshi ko'raman. Bu oddiy bo'lgandi. Turning siz bo'lamsiz? Ha? Meni qo'rqitdingiz. Kam. Choy ich. Oy. Men qasdan undaq qilmadim. Kechiring, men surtib. Bo'ldi. Qo'lingiz doim titrandimi? Yo'q, hayotdan boshlabla mushundaq titraydigan bo'lib qoldi. Doktor ko'rinib baxsangiz o'g'ri. Öybek issiq ekan-a? Rost deysiz. Derizni ichmas qandaq. Haqma. Oy jon. Oy. Kim bo'ldi? Rahmat. Bu o'rindiq. Men berib derizni ichib. Qizg'in, tashabbuskor bo'lib. Qani. Tatınma. Elang. Tatınma. Elang. Aynan eres çataqmı nima? Tatınma deyman. Elang. Tatınma. Men yaxshi qaytay. Hey.
Hey, Tudag'un ustam. Nima qilyapsizlar? Mashinasi savatıma. Ben bayroqda saqsaqlarning hodirini nereden chiqqansiga akirib ketayotganligini bilib qoldim. Qachon dedin? Tex yediroqda. Rasma? Ishonmasangiz, o'zingiz bir qarab beqing. Bu vazifa sizlarning bu. Azroq ishim chiqib qoldi. 10 minut ishlasam bo'pti-ku, bulamda. Aka, men sizdan qilmasa. Men bu mashina egisi Azat Sayman lazım bo'lib qoldi. Bo'pti. Tezroq qayda kelasiz, ha? Rahmat usta. Qo'shdi bavu. To'g'ri. Tizjakka. Qani, ichaylik. Qani. Hey, tağa. Siz bir iş olmaganda. 小兄弟，谢谢了，不客气，不客气。哎，小兄弟，能不能再帮个忙，把自行车从水里捞出来？我们要到库车去，在这儿搭便车，这个忙我们帮不了了啊。小兄弟，如果你们帮忙的话，我的车就在那儿，只要你们把我的自行车从水里捞出来，我会让你们搭便车的。那好吧，我们就给你帮这个忙。谢谢小兄弟啊，谢谢。小心点儿，慢，小心点儿啊！轻点儿，那车可是我借的。哎呀，没事儿。老师傅接着。哎呀，好。谢谢，太谢谢了。哎，老师傅啊，您的汽车呢？就在那边2个年轻人喝酒的背后啊。好，去吧，我马上回来。这下行了，不用求人了，这个忙帮的值得。哎，停下！你师傅哪儿去了？哪个师傅？就是那个老师傅。什么老师傅、小师傅的？就是那个老师傅嘛！你过一会儿，快去，不许拉车！你这个人，你们都给我下来！你接着。是老师傅。什么老师傅、小师傅的？太不像话了！快点下来，听见没有？干嘛看个小样？哎呀，老师傅让不上就上。告诉你们，再不下来，送你们到交通井那去！下去。交通井。哎呀，大哥，抓紧车厢！我搞的。哎呦！你们俩怎么下去了？哎呦！塞着没有？我叫你们给我下去！你给我下来！干什么你？这是干什么你？不是我说话了！我今天谁也不这么摔我呀你？啊？干什么你啊？来了，他要打人，看看吧，就是他。哎呀，情况就是这样。自行车的号码是多少？4201。再见，再见，谢谢了，谢谢了，别客气。不管怎么说，进派出所名声总不好听，别人听了会怎么想？那怕什么？事情不都讲清楚了吗？别人可不这么想。今后啊，你少跟这种人来往。马上跟我回家去。哎，站住！跟我们走吧。上哪儿？去派出所。走吧。纳德尔，你又闯什么祸了？我。Sadir balam. Dadilleri. Nim bo'pti? Dadilleri u. Dadam nim bo'pti? Dadilleri u.
Oy dadamga nim bo'pti? Oy Qodir bolam, keldingmi? Dadalarni nangan saqchiqansiz. Nima chiqqa? Tez bo'lsinlar. Voy, nima qilganda? Mana. Bizga tiqamiz. Rabiyacha uy qarab qo'yasiz. Ey, Ostarahmin. Nima shu ketganlar? Yo'ldosh, men bu kitoblarni oriyatga olgan. Qaytib keldingizmi dada? Ha, qaytib keldim. Hey, sen nima ish qilmamiding? Nega? Salih axunning to'yiga-chi? O, abba, unutib qolgan emasmi? Ikki akang u yerda xarajat qilib yarim kun bo'ldi. Hech bo'lmaganda sen berib ko'rinib qo'ygan. Tushdagi muhim bir savdo ishim bor-da. Men kech qolib qarab baqay-a. Qara, seni. Shunchalik muhim ishmi u? O'rimchidagi birdan bir tuxunimiz bo'lsa, sen bormasan bo'lmaydi. Kechiring dada, men rostlik o to'yga boramayman. Bugungi bu fursat men uchun oltindan qimmat tursa, men qanday boraman? Hey, ne ko'rsa? To'xta deymi? Kechiring dada, xo'sh emsa? Hey balam, sen pulni deb tuqqanlaringni kechib ketsan bo'lmaydi. Sen bilamsan, men mush yashinda seni deb saqchixonagim kirib chiqqan tursam. Hey, bu ballarimiz. Oy, Rabihan, siz bittiniz. Qani, ishga kiring. O'sha yerda o'tir. Qanamiz, o'tiring. Kiyimlarini yuyib quritib qo'ygan. Sizni avvar qilibman. Xijil bo'lib o'taman. Chiroylarga nim bo'ldi? Bo'lakchiligi. Xalqlarning to'y qilganini ko'rib, ko'nglim bo'lakchil bo'lib ketib qoldi. Tudaxun, nim bo'ldi sizlarga? Menimcha, ikkimizning to'y ishinimi? Davatgan gapini. Sizlar-chi oldida shu atvolik 3 o'g'illarni o'ylab bo'lib andindisizlar. Hey, Rabihan, men oldin boshlamchi bo'lib beraymikin deyman. Shunda qilsam, u 3 so'ltak yurakliroq bo'lamikin deyman. Qayerlar? Rabiya qiz. Ko'zlari to'rilishib qoldimi, meni qizlar o'xshatdilar-ku. Yana birdan o'ltirsin-chi. Taqmaydigan. Siz hozirmi kutubxonada ishlayapsiz? Shundoq. Men. Ay, to'xtang. Men kutubxonada ishlayman. Siz ariyat olgan kitoblarni qaytirib olg'ili keldim. Men o kitoblarning netisini uyda unutib qolib ekanman. O'tiring. Siz jami 4 tane kitap ariyat qapsiz. Shundoq. 2 kunga qolmay qaytirib berishingiz kerak. Ma'qul. Hey. O'zi qo'pol bo'g'ini bilan xeyli qamlashgan qiz ekan, ha? Bilaman, siz mendan yilimi xafa bo'lyapsiz. Ikkimiz buni yuz ko'rishib baxmaganligimiz uchun men boshqa birisini sizga o'xshatib qilib, uqishmasdan uyga boshlab qo'yibdiman. Mening kasobatimdan siz bir qatam haqorat qilindingiz. Ammo men sizning bilimlik ham aniq bir yosh ekanligingizga ishonaman. Ikkimizning bundan keyingi munosabatimizning mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men sizning meni afv qildiganligingizga ishonaman. Xolida.
chiroyli qilasizmi? Ko'rib baqaylikchi. Voy, ajab chiroyli ekan-ku, ko'rib baqay. Nimandaq chiroyli? Nereden aldыңlar? Dönkörükteki Nadir isimli bir ticaretçi bizge ötünüp verdi. Metr qançken? Arzal elib aldık. Ha, acaba talyanlar geldi. O özüm çıraylık boğaşqa Nadir arzal bervetdi. Özüme kirişken yigitken. Silami ochiq yo'riq boğaşqa ağansılar. Acaba talyanlar ketdi. Ay. Rahmet çıraylık ekan. Helaylikçi mi bu? Bey, Aliyama, ben Nadir. Bey, bey. Gez ama gezet. Gel sen çıkıp qara. Dünyadaki gezlerin hemmisini kökü götürüp atıdı. Bu shunday qo'layveradigan bo'lsa, axir buning qizini birini tanishtiramda deke. Çokumuz satımen çokumuz. Çokumuzdan birini verin ha. Hey, Fukam. Sen ma binada oturduğun Aliye edeşni tanım sen ha? Tanıyman. 3-cü qavatta oturdu. Ondaq boz bağı sen muş xətti öz qolun bilen şu edeşki yetkizbegin ha? Maqul. Başqısıga herkes bəhmeci mi? Sen qaytib chiqqan degan Eng dog'dan kuni eng yo'g'on nodir suzuklikka yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar suzuk film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar deyin. Hey balam, sen Tudaxun'un oğluğu deymen, ha? Özünüz. Sen beni tanımaysan, sen Tudaxun'un 3. oğluğu deymen. Mən Nadir bulumen tağa. Ben dadanın ağaynisi. Uqdun mu? Uqtum. Ben dadanın yakın ağaynisi. Sen beni tanımaysan, sen küçük vaxtında ben sana oyuncaq ve kempitlerini epirdiğen Tağa Mahmud oğlu ben. Oo, Mehmet tağam siz bulur iken sizde. Bu yerde neymiş kılıvatsa? Birisini saklavatkan. Öyle kırıp get. Mana mushu qana o'tira tatilma ha o'tira men kirib chiqay opsi ey opsi tatilmay ozodi o'tirayver hey opsi Oy, bo'ldi ağır olma. yap o'tirgin ha o'tira Bo'ladi. men chiqib kiray Bu. Uy. Neymiş o gitti? Başınıza. Badan toplam dışında, söyle yarım kışımda.
Bağdan toplam başımda, söyle yarım kışımda, söyle yarım kışımda, kışımda. Sen nima deb jo'ylayapsan? Dada, beni pişirip koygandım, hep çıkay ya. Hey, Bana geldi. Qani ya. hey, bugun sana nima bo'ldi? Yine naqsh aytsan, yine sakrab yursan go. Dada, ishdan sirtqa o'yin tayyorlayotgandik. Shunga mashq qilyapman. Qani, ag'ish o'tirib. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ey kiraylar. Qani, ey kiring. Sadir aka. Mobillikni ishkinglar tetib boqamsizlar. Bo'ldi. Rahmat, bo'ldi. Oy. Dada, Sadir akam qachaladim bu qizol bilan tanishib qoldi. O'zdan so'ramamsan. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Men mana. Hey, tomoq yeb qayting. Bo'ldi. Hey yigit, tomoq yepamamsiz. Rahmat. Rahmat. Bu beliq rostla o'xshabdi. Aka, ko'rliq berib, bek sabrib ketibsan-ku. Hey, sana pul bergini bilan menga qomat berdi. Qomat. Dada, dasturxoningiz mol bo'lsin. Men sizga atab 2 kilo tomir kafe olib keldim. Siz xafa bo'lmang, ha? Men Sali akamning to'yiga boramaganligim uchun undan afv so'radim, u meni kechirib etdi. Shu kuni topgan pulimga men akamga atab motosiklet olib keldim. Shundaqmi? Qani ko'rib beqa. Endi yaxshi bo'ldi. Hammanglarning birdan motosiklet bor bo'ldi. Hey, akam qani? Hey, Sadir akam-chu. Kiringlar baldirim, kiringlar. Qani, ey kiringlar. Yaxshimisizlar? Ey kiringlar. Ay, dada, nima qarayapsiz? Motosiklet qarayapman. Tatmay elim. Tatilmayman. Ruskin. Bu nima kitob? Roski. Qandaq ma'no? Rost kitob, rostcha. Bu kitobni o'qib tushuna olamsiz? Ba'zida lug'atni oqtirib yurib o'qib ketaman. İngliz tilida mushtaq so'z bo'ladigan. To'g'ri. Yezilishi bilan o'qilishi o'xshamaydi. Stro degan bu so'z rus tilida tarix va hikoya degan ma'noda, balki ingliz tilida bir-biriga o'xshamaydigan lug'at ma'noda. İngliz tili, fransuz tili, rus tilida bunda ko'chma hadislar intayin umumlashgan. Men sizdan tanishishdan burun siz yozgan she'rlarni o'qigan. Rostimni essam, siz yozgan she'rlarni pek yaxshi ko'raman. Siz yozgan rengarang dunyo va Tangri tig'i degan bu 2 she'ringizni yodlab oldim. Qaltis yaxshi yozilgan she'r ekan. Men sizning tunji sodiq o'qirmanlaringizdan bo'lishni xohlayman. Sadir, nima bo'ldingiz? O'ylamabdiman. Dunyoda mening she'rlarimni yoqtirib o'qiydigan qizlar bor ekan. Sadir, kechda meni yotiqimga bering. Kutubxonada yotoq bo'lmag'achqa hozircha Islom institutidagi do'stlarimning yotig'ida yetyapman.
Siz meni xata tunup qalmagansız. Yo'q, bu qatim hargiz xato tunib qolmayman. Nadir, xo'sh endi. Vaqtingiz bo'lsa sizni berib turasiz. Nadir, xo'sh endi. Bo'ladi, men boraman. Xo'sh emsa. Xo'sh, bo'ldi. Rastı möcüze, möcüze. Dastıxan sanmamsız Rabia. Nima, qo'saqlari echibdi-da? Ay. Vallahi bunu bana ağaç keptiken, sizge sıkınıp ağaç geldim. Bunun da mı tetip pekken? Oy, rahmat. Çay damlab beray, ya. Bo'ldi, avar olma. Damlab beray. Ma'qul. Odat qizlarni ko'zi qizirib ketadigan Sodir, qizlarni uyga akirgidek bo'pti-da. Onun mening o'g'lim ekanligini unutib qolmasligingiz kerak. Voy, Qodir sizlarning o'g'illari-ku. Hay, uning gapini qilmang. U men qiyirchilikmi bo'larmidi? Qandaq bo'lsa bo'ladi? Mening o bo'dak o'g'lim uyda o'xtatib o'ltirdi. Men bo'lsam bu yerda muhabbatlashib, ko'ngil ichib o'ltiraman emasmi? O o'g'lim menchilikmi bo'larmidi? O'g'illari haraqni chiqishib qo'ydimi qandaq? Bo'ldi, bu gapni qilishmaydi. Menga yashtun bir nelasizlar. Nima dedilar? Voy, mening belim og'rib ketib bordi. Biroz orom edi ular, ya. Voy, kech kirib qoldi. Uylari kirib aramasizlar, ha? Yana bir qitim soqchiga kirib chiqilar bormi, ya? Bo'lsizlar. Qo'shlar. Uylariga kirib aramasizlar, ha? Ayollarning hiylis sulujumu, bo'ladi. Men hozirlik qaytay, ha? Ma'qul. Mana ma'qul. Bundan keyin men hargiz aslimizlar. Ha? Men ketdim. Dadam, akam, inim, hammasının layığı var. Mende bir çelişmayırla tenha kaldı.
Kadir! Kadir! Zihnini bir yer yık! Bugün sana ne oldu? Neymiş karşı taraftan putunu boşluk tutsa degan gaplarni esingdimi? İnkasını tez qil. Karşı tarafga hergiz rahim qilma. Bula, chaqa bu. Mashq qil. Ha, yaxshi. 10 minut aramayinglar. Hey, kelinglar. Eng yangi xabar. Urumchi loyiq tunishtirish o'rni bu yil eng zo'r natijalarga erishdi. Navbatda yana bir qancha loyiq tunishtirish o'rni g'alabalik qurildi. Ko'rdinglarmi? Ha? Qodir, sen mushaga bossan bo'lmamdi? Ha? Hey, ular sen uchun xizmat qiladi. Mushaga bossam, sen yaxshi xotinlarni topa olaysan, ha? Og'zingni shum. Hey, sen meni Qodir bo'lmaysan, ko'ratamsan, ha? Qo'yinglar-chi. Sen meni to'la haqoratlama. Og'zingni chaqib etib gap qil, uqdingmi? Ha? Hey, Qodir, meni kechirgin. Buncha ular qopib ketishini o'ylamabdiman. Har qaysondan bundan boshqa choqchiqmi yo'qmi, ha? Hey, Qodir! Nima ish bo'ldi? Birisi motosiklet bilan urib yetib qochib ketibdi. Mahmud aka. Siz qarab turing, men mashina chaqirib kelay. Mashina to'xtating. Asta. Mashina to'xtating. Nima bo'ldi? Shoprosdan biz yaralangan-da, doktorxonaga olib chiqmagan bo'lsangiz. Ma'qul. Yo'lni bo'shtinglar. Yuguraylar. Avaylanglar. Ay. Oy dadısı, senin imandaq baxtsiz, gözlerini içip bana bir qarısıcı. Enselməkdənlik emas, onu biraz teniş qoyunlar. Bu zatı neymiş? Motosiklet mingen bir yigit, onu soqib etibdi. Ölgürlükcek, buraya onundan. Sen neymiş ki bunda qılısan, bizning aile bilen neymiş ki xeyrsen. Ya, gipimni ağılsınız şu. Zadı neymiş ki xeyrsen. Asta. Ha? Tabaqa, sen neymiş ki bizden xeyrsen qılısan. Ölgür. Oldu qısa. Ölgürlükcek. Yo'ldishingizni boshqalar so'qib atgan. Bu yigit yordamlashib, yo'ldishingizni doktorxonaga etkapti. Nima? Ay. Qarasınız bodakni. Uni o'zi yog'zotib faraq chiqib ketgandi. Yaqtirib qalgan bo'lsang, san tanishtirib qo'yaymi? U hiliqi chilish mayri qadir bo'ladi. U chilish mayri xuddi iyga o'xshashda tasdiqkan. U cho'qini seni yaqtirib qalgan gap. Qaratavatgan gapingni. Marhamat. Tansi o'ynagan bo'lsa. O'zimizni bo'sh chaqlamanglar. Shundaqmi? U ilgari
usul chikandik. Sizlar ishonmaymizlar? Şemaymiz. Qandaq bu usulchi bo'la olasan, ha? Shundaymi, ha? Ishlayman. Hey, qaranglar, biz taraf qarab kelyapti. Juringlar. Merhamet. Ağzı osanlaştı ha. Sizlar quruq shon sharafkansizlar. Sizlarga hech qanday qiz bola qiziqmaydi ekan. Endi sizlarning nima keraginglar? Stansimizden Elican xabar qiladi. Yaqinda Kucha nahisida eg'ir kelkin ofat yuz berdi. Shahrimizdagi har qaysi idoralar va har qaysi emgak namunchilari yordamga bordi. Yakki tijoratchi Nadir Kucha nahilik Bo'ston boshlang'ich maktabining sinflarini kelkin vayron qilayotganligini anglab 6000 yuan iona qildi. Yo'ldosh Nadir, Bo'ston boshlang'ich maktabiga 6000 yuan naqd pul iona qilganingizning sababi nima? Mandaq. Men Bo'ston boshlang'ich maktabininki kelkin ofatiga uchraganligini anglab bakmo bearam bo'ldim. Men kichigimda yaxshi o'qiganman. Tijorat bilan shug'ullangandan keyin o'zimning savirimning naiti tuvan ekanligini his qildim. Navbatda o'smirlarning bilim egallashi eng muhim masala. Shunga men bu xabarni anglab maktabga pul iona qilishni o'yladim. Pul iona qilishdan burun ideyarimda sal-pal davolg'ush paydo bo'ldi. Men burildi sana. Uningdan kechirim so'radigandim o. Lekin sen faqatla anlamading. Endi ko'rgansan, Tudaxun bolalarni qandoq tarbiyalabdi. Lekin sen-chu nurg'un kechirgisiz ishlarni qilding. Agar seni diningdek bo'lsa, ofat yuz bergan o'ringa nurg'un pul iyon qilamdi. Afsus, to'lima afsus. Odamning ichi serildi dang-a. Nemishqa? Nemishqa odamsiz? Albatta shu 6000 qo'yg'ida. Nimalarni deb yuriydigan sen? Biz boldurroq qo'limizni ishlatgan bo'lsak, shu 6000 qo'yning oshqichi qizimizning qo'lda bo'lgan bo'ladi. Hey, hamoqat xotin. Sen qalayimqon xiyolot bo'lmay, haqqa qandoq yuz kelishni o'ylash qiyin. Dada, Nadir 6000 qo'y to'g'riliq. Siz bilan paranglashganmidi? Menga degan. Shu 6000 qo'y pul bo'lgan bo'lsa, Sadirning to'y ishini mo hal qilib olgan bo'lardik. Qandoq dedim dada? Ay, ishdan sirtqa o'yin qo'ydigan ishinglar qandoq bo'lib ketdi? Tamamlandi. Onundan yaxshi asarlarni tanlab chiqib, musobaqaga qatnashtirmoqchi bo'ldi. Onundan mening numarimni tanlab oldi. Rasma? Ras. At biletin birini akilay, ber ko'rib kelar. Ma'qul. Qadir, mumkin bo'lsa bir ishkil xushbag'ach kerak.
Boladı. Korni vakillar uyiga. Korni vakillar uyiga qayerda? Ha? Mana bu yerda. Ya'ni 2 nomerdan keyin navbat sizga kiradi. Obdan tayyorlik qiling, ha? Ma'qul. Voy. Ahmadjon, nima bo'ldingiz? Peshtoqdan chiqishcha putum qorilib ketdi. Astag'firullah. Korni vakillar uyiga. Korni vakillar uyiga navbat sizlarga keldi. Maydonga chiqinglar. Ahmadjonning puti qayrilib ketibdi ekan. Faqat menga olmayotdi. Nima? Faqat amal qilib bo'lmanda. Bo'lmaydi. Bak og'rib ketyotdi. Astagfirullah. Nomerni almashtirsak, qalaymi qanchalik bo'lmadi. Sizlarni qanday nomerdi? Qo'sh kishiliklar o'rinlaydik. Faqat amal qilib bo'lmadi. Hey, men sizlarga yaxshi bir yordam istab beray bo'lamda. Qayerda? Bepsiz qanda. Tez, chapsan. Ha, Hadi. Hey, sen girmeni yutibsan ku. Neymiş Fatih? Mühim bir iş var. Jira, siz bula. Bula. Hoşamsan? Qandoqroq? 5 minut chidiy olamsan. Yo'q, chidiy olmayman. Bak og'riyotir. Bo'ldi, Sen bir yordam qilgin. Sen o'ynayalasan, sen uning ustiga Mening hech qanday tayyorligim bo'lmasa, men qanday o'ynayalayman? Uning ustiga o'qisam so'ramasan. Bo'ldi qila. Sen çok o'ynayalasan. Qadir. Fatima? Mening yuzimni qilib bo'lsimi ma'quldami? Aslida ham qirilishadigan qiz sizmidingiz? Shunaqa. Bo'ladi, kiyimni olib keling. Chapsan bo'la. Tez kiyimni seling. Voy. Tövəndəki numar qo'sh kishilik usul, uchrashish. Baynğulun Moğol Abnum oblastidan Fatima, Tantarbiya komiteti, ishdan sirtqi o'makdan Qadir qatorliqlar o'rinlaydi. Qadirning numari tex tugmabdi-da. Qaraganda yangi nomer bor o'xshaydi. Bu kiyim kichik kep qoldi. Bundaq sahnaga chiqsam qandoq bo'ladi? Bo'lmaydi. Chiqinglar. Nahayat qiziqarli bo'ladi. Chiqa. Bo'la. Bundaq chiqsam qandoq bo'ladi? Qodir, qara, parda ochilib ketdi. Men To'g'ri qildi. Nimada qamlash bilan kim kiyib oldi u? Qarang olmayapti. Artist degancha oshundoq kiyinadi. Hayron qolmang. Jiddiylashmang, g'ayratli bo'ling. Bir qiz botdi. Men uni intayin yaxshi ko'rib qoldim. Uning uchun sarang bo'lib qolay dedim. Hatto kiyimimni bu qandoq kiyishni unutilib qoldim. Mana bu inimning kiyimini kiyib keldim. Agarda Fatimani topolmasam, Rasululloh ilishib qoladigan o'xshayman. Uni sizlar ko'rganmi? Sizlar uni uchratmasalar, soatli tonimaysizlar. Fatima! Hey Fatima! Hey, qaranglar, u boshib etdi. Hey Fatima! Qaranglar, Fatima men qarab kelyotdi. Hey Fatima! Sırasmanda men siz bilen köl boyda idim. Nefsim kıldı cemaliniz ay mekin dedim. Meme sizni kunce köyürüz, fırkanızın hepsinizin, devrimizde runa kalkanmet, mekin dedim. Nima dediniz? Bay mekin dedim. Manda da. Gözüm kol, uyumuzda orman. Ben sizni yana kürsem daydığa.
Kundan beri arzuyum şu kalbimde gülhan Hüsnünüzni yana bir ret görsem deydigan Mana qayta uchrashsa, mana endi uchrashsa, ayting Amerikasi sana manga deydigan, manga deydigan. Bommandıgan. Siz bilen toy qilsam deydigan. Gapni mushuna qilamda pishsin deydigan. Dərsli sal qoxdum. Keyin sizni ko'rgandan keyin jon kirdi. Qandaq, men bulam dikanman. Bak yaxshi o'yindingiz. Menga cho'ng yordam qildingiz jimi? Hay, bu qanchalik ishdi? Kunlar texi uzun. Keyin meni texmi yaxshi tushunib qolasiz. Nima degan go'zal. Uyingizga iliq ish bormi? Ba. Borsam u meni yana tishlami? Bilmayman. U meni bu daqiqadan borsam cho'qim tishlamaydi. Hatingizdan bak eshib ketsangiz tishlab oladi. Siz menga Urumchiga borsangiz eng manzarali joylarga apirib o'ynab kelman degandingiz. Shundoq. Adirdan boshlab siz uchun xizmat qilishga tayyorman. Xolsangiz narsam degandek yerlarga apirib o'ynab akilaman. Rasma? Bek yaxshi oldi. Ay, tuz qilib nemish qilasiz? Xayr, xo'sh. Men bugungi bu go'zal kechani mangu unutib qolmayman. Texi boldirg'u. Nimaga oldiraysiz? Kech kirib ketdi. Qaytmasam bo'lmaydi. Mo'shundoqlik ketib qolamsiz. Xayr, xo'sh. Hey! Fatima! Hay! Qani asla ha. Asla ha. Tatınmay bavzur o'tdi asla ha. Qani. Adam, evet mislirmi? Biz o'zimiz kelaverdik. Ay, men sizning keldiganliklarini anlab, bu yoqni ekilib oldim. Urdaka, xapomislar. Nadirni tunumag'anlikdan mushundaq uqishmaslik kelib chiqdi. Appu so'rayman. Kerak yo'q. Hammamiz o'z odam emasmi, ha? Nadir'im kep kaldı. Qani elama. Ay, Nadir, kelib mehmonlarga salom bergin. Hey, bu balınıza Neresinden adışıp kaldım değil mi? Hiç kısı yok. Gap qilma, Neresinden mi adışıp kalmadı? Fakat bu hemrayından korkwatıdı, ha? Boldu. İşki ailenin işi muşundaq bittämese, qalan işler ballarına işip kaldı. Qadir hajab chiqmaydi o. Sizga yeydigan bir narsa tayyorlayapti, ha? Neydinsiz? Kader. Ha? Ne varsızlar? Bu dükülük çıkıp oynap gelmekçi. Veriver. Dada, boğaz kileleriniz teşin saklap turadı. Çıkıp ulanı körüp bakmamsınız. Gördüğün fırsat yok. Sen veriver gel. Bana. Boladı. Kadir, yedanesi ile aldın mı? Eli oldu. Bana aylı. Haydi. Bana aylı.
Mağdı kardeşler. Kim oturun ha? Kim oturun ha? Mağdı. Eng yeni, eng nadir, sözlüklükü yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sözlük film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon Rabia izlash qiz. nomi Shunqar deyin. Tekmi, o'g'illarning hammasi loyiq tepibdi-da. Shundaq. O'g'illarimning hammasi ko'ngildagi mashqlari bilan xo'shal-xo'ram o'ynag'ilman ishdi. Endi bo'ytaqlar oilasi degan bu qalpoqni cho'ri etibsizlar-da. Endi o'zlarichi? Mana oldinda turmamdi. Bizmi ularga o'xshash she'rni o'tkazimiz tahi. To'lib atmısılar, karametlari bo'lsa, balalarga o'xshash xo'shal-xo'ram o'ynamamlar. Hey. To'g'ri deysiz. Bizmi bir yoq berib o'ynab kelmaydimi? Biz? Ha? Balalarning hammasi bo'ldi-kuliga o'ynab ketdi. Biz narsang chiqib o'ynab kiraylik. Hay, qo'ysizlar, shuncha yosh kirib qolganda sat turmamdi. Hey, siz burun narsang chiqib baqqanmi? Yo'q. Anda qo'sa, chapsan tayyor bo'ling. Rost boramdoq? Rost bor emas. Muhabbat degan ajoyib narsa ekan. Mana bu haqiqiy muhabbat. Suluq ishga o'tiringlar. Qani. Qadir, musiqiletni bek tez haydaydi ekansiz. Meni bak qo'rqitib o'tdingiz, ben qo'rqib ketdim. Shundaqmi yaxshi Bu yaxshi bo'ldi ekan-a? Shundaqmi Bu ya xili bo'ladi ekan-a? Qani, o'tir. Hey, Nadir. Hey. Hey, Davud. Yaxshimisan? Bu yer nima qilyapsa? Bog'da ko'liga boradigan yo'lni kalkin olib ketibdi. Qaytib keldik. Ha. Chadaq bo'ldi. Endi qanday qilamiz? Endi qanday qilamiz? Hey. Shunda quruq o'tiramdiq. Hey, kichik. Safarga chiqqan ekanmiz. Endi narsanga boraylik. Qani berishimiz ko'tiraylik. Qandaq, bu yer güzelmikan? Bek güzelken. Oldimizda tek bundan mı güzel yerler ba? Sizningcha bu yer havoliqmikan? Havoliqkan. Bek havoliqkan. Qani, keling biroz orom olaylik. Hey, boshqa yerga boraylik. Man qaraslar, tanish odamga uchrab qolsak, sat bo'ladi. Xoliroq joyga boraylik. Qandoq dedi? Ma'qul emisa, xoliroq joyga boraylik. To'xtab deyman. To'xtab. Astaroq yugurar. To'xtab. Men yetişemeysiz. To'xtab. Yetişemeysiz dedim-ku. Aliye, etraf qarama, nima degan chiroyliq. Tezroq bo'laylik.
Biz hemmini kichki. Hem baldır tanışkan. Şuna keşke tamakni işkimiz tayyorlayli. Menimcha ular yaxshiroq. Obdan bir parangiz chivasin. Men sizni jim turing, rasm tatolay. Bu rasmni aytdi, obdan chiqadi. Hey, Ney var siz? ularni men o'g'irliqcha bir parcha rasm tatolay. To'xtang. Unda qilsangiz qanday bo'ladi? Ularni birdan yolg'iz qo'ying. Bosh ustiga qadrli xenim. Nima degan manzarali joy bu? Umrimda bunday go'zal joyni faqat ko'rib boqmabdiman. Mendek chempion bilan mangsangiz xili joylarni ko'rsiz, ixi. Yana poytayotsiz a? Sizda ikki narsa ortiq. Biri po'chilig'ingiz, yana biri o'sha yo'g'on qo'sig'ingiz. Ondaqmi deb ketmang. Ondaqmi deb ketmang. Naqasiz ketadi. Qodir, nima bo'ldingiz? Nima qilyapsiz? Qodir, nima bo'ldi, Qodir? Qarg'ada dadamni kelgandek qiladi. Sadir, Nadir, bu yoqqa kelinglar, dadamni kelgandek qiladi. Meni chin tutib, chin o'ltiring. Silimichu, ostroq haydisizlar. Hay, bu yerning yo'llari tekshi emas. Chin tutmasangiz, yiqilib ketishingiz mumkin. Chin tuting, ha? Gördünlermi? Gördünlermi? Qaranglar, kim ketdi? Kim ketdi? O daraq qarab yiqinglar. Gördünlermi? Dadam yiqilib kelgan amal hammamiz dodi deb to'layli. Chatoq chiqdi. Nimadan chatoq chiqdi? Ular kim? Qarang, ko'rdingizmi? Nima degan satchilik bu? Yana nimaga qarab turlar? Haydimlar. Ma'qul. Voy, dadam ketib qoldi-ku. Dadam ketib qoldi. Hey, dada! To'xtab turing! Qodir! Dada! Qodir! Qaytib kel! Dada, to'xtab turing! To'xtab turing! Hey, dada! Qodir! Nima ish? To'xta! Qodir, bo'lim qilg'ina. O'ynaga berib o'yingiz kelsa, shu yerga bosin. Uni to'liq hijr qilma. Bo'ldi. Qodir. Sening bu nim qilganing? Ha? Ayol kim o? Ben sizlarga tunishtirib qo'yay. Dadamdan keyinda o'taqan u ayol bo'lsa, sizlarning kelgusi qiynab-bog'lab bo'ladi. Gündüz her zaman çattı Hakata bulup ahir Gözün görme taptı Gözün görme taptı Hey dostlar Hey dostlar Hey dostlar Bahtiyar hayat kursak Öyle gilgey ortak Öyle gilgey ortak
biz emek koysak, kılık hoş gibi parlar. Endi biz emek koysak, kılık hoş gibi parlar. Öyle gel olsa, vasiyetini toy kılsa, öyle gel